Bedana kabob. O'zi nimaga bedana kabob deyshadi? Bilganlar kommentga yozib yuboringlar. Bu Gumma xonimmi gummalari. Toshkentda buni ishqibozi juda ko'p. Qachon Gumma xonimmi videosini qo'ysam, kommentga vohada ham ochinglar, viloyatga ham kelinglar degan kommentlar ko'payadi. Sizlarga bitta zo'r yangiligim bor. Vohaga ketaverish yo'lida ikkita Gumma xonimmi yangi filiali ochildi. Bittasi Solnichniy Erkin postdan o'tishinglar bilan o'ng qo'lda, ikkinchisi esa Chinozda. Endi Toshkentdan Vohaga ketayotganinglarda shunday yo'lda yuzida to'xtab, bemalol qorinni to'qlab, uyga ham saboy qilib olib ketsanglar bo'ladi. Eng asosiysi gummalar ishonchli, toza, pokiza qilib tayyorlanadi. Gumma bilan kartoshkali pirojki 6000 so'm, xonim bilan sosiskali pirojki 9000 so'm. O'tirib yeyish, noni, choyi, qandi esa bepul. Joylarini ham qaranglar, shunaqangi ozoda, chiroyli qilib qo'yishgan. Stenkalari ham bor. O'zi Vohada gumma tayyorlanadimi? Kommentga yozib ketinglar. Manzilni tushuntiraman. Ipodromdan Vohaga qarab chiqib ketaverish yo'li postdan o'tishinglar bilan o'ng qo'lda joylashgan. 24 ga 7 gumma xonimlar bo'ladi. Bu videoni Toshkent Voha qatnaydigan haydovchilarga yuborib qo'yinglar.